Oka, ja qaramadingiz-ku, lekin ozgina bo'lsa ham yoshligingizni eslataman. Mana buni qarang. Oka, disk ko'pligini ko'ryapsizmi? Xullas, Captiva mashinasi kelib qoldi. Ham tex pasport janori qidiraman deb bitta barcha o'rnatsa, shuncha disk turgan ekan. Mana buni qarang. Mashinamiz 2011-yil ekan. 110 ming probeg. Bor yo'q, oka. O'ylayapsizmi? Spark narxida xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 8900 dollarga beraveramiz. Bemalol kelib haydab ko'rib barakasini olib ketsangiz bo'ladi. Kitoblargacha yengil deb turgan ekan. Mablarni qarasangizchi. Oka, mashina go'zal, xudo xolasa, hadoviy motor korobkalarida ishlari yo'q. Birinchi kelgan odam o'zi haydab ko'rsa yaxshi ko'rib qoladi. 4 ta yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan. Holatlari zo'r, notarskiy dokumentlar tayyor. 1-2 oylik yillarigacha ruxsat so'rab qo'ydim, oka. Bemalol keling, haydab ko'ring, yoqsa barakasini olib ketsangiz bo'ladi. Kraskasi bitta eshik, bitta krilo ekan. Ichlariga o'tmagan. Bemalol ustingiz olib kelib ko'rsatib olib barakasini olib ketsangiz bo'ladi. Xudo xolasa, archa ko'chada joyimizda turibdi, tashlab ketishdi. Keyin olib